Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Argentinalik afsonaviy hujumchi Serxio Aguero Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Argentina milliy terma jamoasi va Manchester City klubi afsonasi Serxio Aguero o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning salohiyati va iqtidorini juda yuqori baholab, klub uni kelgusi ko'p yillar davomida asosiy himoyachilardan biri sifatida ko'rishini aytdi. 2025-yil va 2026-yilgi mavsum Manchester City uchun tarkib masalasida hal qiluvchi ahamiyatga kasb etdi. Ayniqsa himoya chizig'ida himoyachilarning jarohatlari jamoa zaxiralarini jiddiy sinovdan o'tkazdi. Shu jarayonda Husanovning tez rivojlanishi eng diqqatga sazovor voqealardan biriga aylandi. 2025-yilning yanvarida uzoq muddatli loyiha sifatida jamoaga olib kelingan o'zbekistonlik futbolchi dastlab Premyer Ligada moslashish borasida muayyan qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Shunga qaramasdan Abduqodir sovuqqonligi, jismoniy kuch-quvvati va taktik fikrlashi tufayli mavsumning hal qiluvchi va murakkab pallalarida jamoaning muhim o'yinchilaridan biriga aylanib oldi. U Angliya Premyer Ligasidan tashqari ichki kubok bahslari va Yevropa miqyosidagi o'yinlarda ham qatnashib, yoshiga xos bo'lmagan darajada yetuk o'yin namoyish eta oldi. City Extra nashriga bergan eksklyuziv intervyusida mashhur hujumchi Serxio Aguero Abduqodir Husanov haqida shunday dedi. Abduqodir Husanov bu yil juda yaxshi o'yinlar o'tkazyapti. Husanov odatiy moslashuv jarayonidan o'tdi va endi buning natijalarini ko'ryapmiz. Abduqodir kuchli, juda tezkor va yakka kurashlarda g'alaba qozonadi. Hali yoshligini inobatga olsak, demak Manchester Cityda ko'p yillar o'ynaydigan ajoyib himoyachi borligi ayon bo'ldi. Hozir Cityda raqobat kuchaymoqda. Shu bilan birga tarkibda raqobat ham ortib bormoqda. Yozda ayrim himoyachilar, jumladan Vitor Reis jamoaga qaytadi va asosiy tarkibdan joy olish uchun jiddiy kurashga kirishadi. Bu holatda Mark Gehining transferi va boshqa yosh futbolchilarning jamoaga qo'shilishi ham jiddiy ta'sir qilishi turgan gap. Aguero bu haqida shunday dedi: har bir turnirda g'alaba va bosh sovrin uchun kurashadigan jamoaga turli pozitsiyalarda variantlar va ijrochilar bo'lishi juda muhim. Yakunda bir vaqtning o'zida bir nechta himoyachilar jarohat olgani buning naqadar zarurligini ko'rsatadi. Husanovning o'sishi va e'tiroflari: professional faoliyatimning Belarusiyani Energetika Bugu klubida boshlagan o'zbek futbolchisining rivojlanishi Yevropa grandlari e'tiboridan chetda qolmagan. Ilgari unga Real Madrid va qit'aning bir qator grand klublari qiziqish bildirgan. Manchester Cityning aniq va dalil harakatlari uni Angliyaga olib keldi. Yevropaning eng zo'r ligasida Husanovning o'sishi individual yutuqlari bilan hamohang davom etmoqda. Uning yutuqlari orasida 2025-yilda Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi sifatida e'tirof etilishi, bu nufuzli tashkilot xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi IFFXS talqini bo'yicha Osiyo ramziy terma jamoasiga kiritilganini keltirish mumkin. Mavsum boshida jarohat tufayli Husanovning salomatligida muammolar yuzaga kelganiga qaramay, u yana asosiy tarkibga qaytdi va hatto o'ng qanot himoyasida ham o'ynab universalligini ko'rsatdi. Husanovning kelajakdagi roli: uzoq muddatli shartnoma va ortib borayotgan obro'si sabab Abduqodir Husanov yangi avlod Manchester City himoya chizig'ining asosiy ustuni sifatida ko'rilmoqda. Agueroning ochiq qo'llab-quvvatlashi va e'tirofi esa klubning kelgusi yillarda ishonchli himoyachi chizig'iga ega bo'lish ehtimoli yuqori ekanini yanada mustahkamladi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanov haqida Serxio Aguero ham fikr bildirgani bu juda ham ajoyib xabar. Albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Eldor rasman Romaga qaytishi mumkin. So'nggi haftalarda Italiya matbuotida Eldor Shomurodovning Rimga qaytishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlar paydo bo'la boshladi. Hozirda u Istanbulning Başakşehir FK safida ijro asosida o'ynayotgan edi va yaqinda Başakşehir uni rasmiy ravishda sotib oldi. Eldor Shomurodov hozirda yaxshi statistika ko'rsatmoqda. Aynan shu formasi sababli Roma rahbariyati uni qayta ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Nega Roma qaytarmoqchi bo'lishi mumkin? Hujum chizig'idagi muammo: Romada asosiy hujumchilar bilan bog'liq barqarorlik masalasi borligi aytilmoqda. Klub zaxira hujumchisiga muhtoj va Shomurodov A Seriyaga yaxshi biladi.
arzon va tayyor variant. Eldor allaqachon Rimga muhitiga moslashgan, uni qaytarish yangi futbolchi sotib olishdan ko'ra arzonroq tushishi mumkin. Turkiyadagi formasi Başakşehir safida u muntazam gol urmoqda va jismoniy jihatdan ancha kuchaygan. Bu esa murabbiylar shtabining e'tiborini tortgani haqida mish-mishlar bor. Qadrli do'stlar, katta ehtimol bilan hamyurtimiz Eldor Shomurodov yana Romaga qayta ijara asosida yoki sotib olish varianti bilan o'tishi mumkin. Aynan siz qanday fikrdasiz? Hamyurtimiz Eldor Shomurodov yana Romaga qaytadimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib, hamyurtimiz Eldorga omad tilagan holda Olg'a O'zbekiston, Olg'a Eldor Shomurodov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.